Bizga kelgandagi shikoyatlari boshning orqa qismida og'riq, bo'yin sohasida og'riq va chap qo'lda uyushish. Asosan birinchi, ikkinchi, uchinchi barmoqlarda, 3 ta barmoqda uyushish shikoyatlari bilan murojaat qilgan. Tekshiruvlar davomida bo'yin sohasida osteoxondroz, bo'yin umurtqalari protruziyasi va disk churasi aniqlandi. Davo chorasi tuzildi va plazma lifting amaliyoti ham o'tkazildi. Assalomu alaykum. Men 20-avgust kuni chet davlatdan uchib keldim, chunki bosh og'riqlari yiqilib bosh chayqalishi bor edi. To'g'ri, bu klinikaga murojaat etildi, chunki bizni butun qarindoshlarimiz shu klinikada davolanishar ekan. Tavsiyalari bilan keldim bu klinikaga. Kelganimda qattiq bosh og'riq, chap qo'l tomonimda bo'yin sohasidan barmoqlarimga qadar sezish qobiliyati yaxshi emas edi. Kelganimdan keyin birinchi ilk yordamda ko'rsatilgandan keyin Fresh Plasma ARB yangi sistemasi bo'yicha shu mani talab qilishdi menga. Ikkinchi kundan boshlab og'riqlarim yo'qoldi. Rosa 24 soatdan keyin barmoqlarimda sezilarli o'zgarishlar bo'ldi. Uyushish, sezuvchanlik qaytadan tiklandi. Hozirgi bu yangi metod keng qo'llanilsa, menimcha barcha ko'p, masalan, grija, osteoxondroz, bo'yin nimalari, tizzalardagi balkim shu kasalliklarga tez chorada davo topiladi.